men juda ham og'riqli nuqtam bor edi. 10 kunlab ichim qotib qolardi. To'g'ri, uyat bo'lsa ham, lekin xijolatdaman. 3 kunlab, 4 kunlab, haftalab ichim kelmasdi. Og'riq bilan haftalab qiynalib, dori ichganimdan keyin ham 2-3 kunlab o'tib ketardi-da. Doridan keyin ham juda ham qiynalardim. Bu yoqqa kelishimdan oldin ko'p o'yladim. O'ylab keldim, chunki bu yerda shu terapiyani qabul qilganimdan keyin yengillik his qildim, og'riqsiz yengillik his qildim. Men ichim o'z normasiga keldi. Men juda ham xursandman, hammaga tavsiya qilaman. Shu yerga kelib, albatta gidroterapiyani olishinglarni tavsiya qilaman. Va mutaxassisimiz ta'kidlaganlaridek, bu narsani olib turib yana unutib qo'ymang. Mana shuncha natijani o'zingizda sezdingiz va vaqti-vaqtida yana kelib har 6 oyda, har 1 yilda profilaktika uchun olib turishingizni tavsiya qilamiz.